3 barchaga islom obunachilar bilan Aziz va Muhammad Ali. bugungi videoda biz g'ijvaniya qilamiz. Qanunda ketdik. Biz daraxt chopmaga ketdik. Ana Muhammad Ali. Ana Aziz. Aziz urman. Bu daraxt chopamiz. Bir-birimizga. Chunki biz eng yaqin do'stlarmiz. To'g'ri topdingizlar. Daraxtni sizlar ham birinchi o'rinda chopsanglar kerak. Bo'lmasa qanday qo'yishlar? To'g'rimi? Obunachilar? Ha, to'g'ri. Albatta daraxt chopish kerak. Ya'ni Shu videoda chopish kerak. Shu videoda 25 ta obunachi bo'lsa jang qilamiz. O'rtoqlar, biz daraxtlarni 16 ta qilib oldik. Endi men verstaga saptiqishga tushaman. O'rtoqlar, biz mana vertak yasadik. Cho'p 16 ta, daraxt 10 ta, taxt 12 ta. Endi esa biz terga yasaymiz. Verstak teskari qovursin. Pastga tushamiz. Boshqalar yo'q. Mana bu o'yinni sindirib olsak, toshni qo'llab bo'lgandan keyin men videoni yo'qaman. Obunachilar, biz tosh qo'llayapmiz. Ana ismi yozilgan tepada Muhammad Ali deb. Keyin Albatta tosh. Keyin alaqmashul bir joyga qo'yib qo'ydik. Biz maqsadimiz uy qurish. Videoda 4 ta qism bo'ladi. 25 ta obunachidan keyin ham jang qilamiz, ham ikkinchi qismini chiqaramiz. Bitta nima qilyapti? Balki biz sohilga kelib qolgandir. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Biz tosh hamma narsani bir sakdan qilmoqchimiz. Daraxt, paxta, tosh. Chunki uy quramiz. Balkim qishloq qurishimiz ham mumkindir. Uy qurib bo'lgandan keyin Daraxtimiz yetsa. Bizga qishloq qurish uchun ko'p narsalar kerak. 4 ta bo'ldi. Shulardan so'nguncha cho'paman. Keyin esa toshdan narsalar yasayman. Agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, Aziz kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Shulardan so'nguncha nechta bo'lishgan? 6 ta bo'ldi. Toshimiz. Ketdik endi biz. Toshdan kuchayamiz. Biz ham yasaymiz. Mahluqlar kelib qolsa nima bo'ldi? Yo'qdim. O'rtalar tosh bir stak bo'ldi. Qum ham bir stak chopishimiz kerak. Chunki uy 3-4 qavatli bo'lishi mumkin. Biz chunki dacha qurmoqchimiz. Mana tosh bir stakdan ko'p olib ketdi. Bistaga 9 ta endi biz tepaga chiqamiz. Uni bilmayman. Bir narsalar qilib o'tiribdi. Uni yo'lini bunaqa qilamiz. Bir maza qilaylik. Salgina Suv chiqdi. Qochib qolish kerak. Voy, kim yopdi yo'lni? Vahaha. Aziz, nimaga yopding? Jo'ra. Yopdim dedi. Chunki hazil bor. Tegmadi. Tegmay qoldi. Verstak qolib ketdi. Tezroq obuna bo'linglar, 3 ta bo'laylik. Endi hali bizda obunachi 20 ta. Lapata ham mana. To'xtak. Kishurmaga aytdim-ku, tosh qo'llayotgan payti. So'qildamiz.
Versek ol. Versek oldingmi? Yo'q, hali dayak. O'ttilar. Qo'y topish kerak edi. Uf. Qani qo'y nechta? 31 ta. 60 teng yarmi. Почти. Voy Muhammadlar ana bir ko'la qo'yibdi. Qayiqasa. Qayiqasa qani? Qo'y chiqadi. Tekerek qayqay. Taqrin yo'qmi? Qayqani? Bo'ldi qayiqasadim. Endi esa biz suvga tushamiz, chunki suvda maxluqlar kam bo'ladi. Qani ketdik. Platsetda 3 tagina jonim qoldi. O'tir. O'tirdingmi? Qilchingni oqroq buyuryapti. Qo'ch. Biz qishloqda o'pishimiz kerak. Manam yordamlashimi? Yo'q, o'tir. Ketyapmiz xavfsiz joyga. Nega suvga tushishga sharalar? Chunki suvda maxluqlar kam bo'ladi. Xavfsizlik oqibati 100%. Yana maxluqlar suvga tushsa sekin yuradi. Skeletlar rostachi. Skeletlar ham ko'ngani yo'q. Ana bezga chiqib olish kerak. Qovlash. Shu qayerda? Chunki o'ylab ekanman. Yaqin ko'laganman. O'zimizga bir uy qurish kerak ertalab buguncha. Onda biz ochlikdan o'lib qolamiz. Yo'q, creeper. Kel, ana bitta uy qurib qo'ydim. Quraman. Top, ana sen-ku. Ana sen-ku. Creeper, o'lib qoldim. Ana sen ko'rdim. Endi shuncha joyga suvda bo'lib kerak. Narsalarni olganing yo'q. O'zim olib qoldi. Manikini ham olganing yo'qmi? Yo'q, men bir olganim yo'q. Qayiqni qo'yish kerak, qochish kerak. O'rtada bizni shuncha kuchayganimiz nima bo'ldi? Men suvni oldida o'rgandim. Mana narsalarim. Manikini ko'rdingmi? Yo'q. But. Bor yo'q. O'rtalar shu joyda video tugadi. Hammaga xayr. Xayrlashmisanmi? Xayr, salomat bo'ling.